Hashamat va obro' ramziga aylangan Dongfeng 008 1200 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladigan gibrid. Avtomobilimiz 210 kilometrgacha elektr quvvatni o'zida harakatlanishi mumkin. Orqa приводda harakatlanadi. 268 ta ot kuchi va 6,5 soniyada 100 km/soatgacha tezlasha oladi. 7 o'rindiqli oilaviy crossover. Avtomobilimizda ikkinchi qatorida kapitanlik o'rindiqlari jihozlangan. Isitish, sovutish, elektr privodda sozlash va massaj tizimlariga ega bo'lgan o'rindiqlar. Albatta, ikki xil panorama bilan ham jihozlangan. Yo'lovchilar uchun alohida monitor joylashtirib qo'yilgan 3 zonali klimat kontrol, muzlatgich va isitgich vazifasini bajaruvchi alohida javoncha, bir nechta quvvatlash portlari, podstakanniklar, rangi o'zgaruvchi fon podsetka va boshqa shu kabi qulayliklar mavjud. 21-o'lchamdagi g'ildiraklar avtomobilimizning yurishi yumshoq va ovozsiz amalga oshadi. Go'yoki fazo kemasini eslatuvchi asosiy linzali chiroqlar, 360 gradus kamera, parktroniklar, adaptiv kruz kontrol, video registrator kamerasi va boshqa xavfsizlik tizimlariga ega. Avtomobilimizni bagaj eshigi elektr privod orqali ochiladi va stop chiroqlari bir-biriga ulangan uslubda ishlangan. Avtomobilimizning narxi esa 403 million so'mni tashkil etadi.